Assalomu alaykum do'stlar, birodarlar, qadrdonlar. Yaxshimisizlar, qarmanglar. To'ylar muborak. 3-qism, xudo xolasa, Go'r tumanlaringizning Farruhbek, men yo'q bilan adashib shunday. Farruhbek do'stimizni xudo xolasa kechki to'yi Berunida Ok kasrdan to'yxonada bo'lib turibdi, qadrdonlar, xudo xolasa. Bu yerda bir urf odati bor ekan. Gelin, yovdan eldin gelib o'tiribdi. Yov indi kelar ekan. Xudo xolasa ichkarida gelin salom dadalash qilib, hamma qiziqarli jarayonlarni ko'raversa, bir like bosib, yoshlar baxtlilar kommentariy yozib qoldirasiz, xudo xolasa. Mikrofon zayton bo'lib qoldi, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, umid qilaman. Ko'raverasiz ishkalar. Başkalar bile vazgeçmeyin. Ha bu da var. Aldık da. Kaptan masalonda. Ha sağ olun. Al. Ya falan beni ben.
Bilsayki biz rozimiz, xush kelibsiz to'yimizga, qo'shilinglar davramizga. Assalomu alaykum, xonimlar va janoblar. Uzoq yaqindan to'ylashib kelgan yoru birodarlar, jasoratli otaxonlar, munis onaxonlar, zamonamizning zabardast yigitlari-yu go'zal lobat qizlari. Mana bugun Beruniy elida istiqomat qilib kelayotgan kenjalikamiz Jamila opamizning xonadonlarida katta to'y tushadigan. Bu to'y sababchilari kenjamiz qirolichalar bo'lgan Farruxbek hamda Go'zalxondir. Avvalambor xonadon sohibalariga, qavmi qarindosh, qo'ni qo'shni, amma xola do'yi, yangalarga, otalaru onalarga to'ylar muborak, kelin muborak bo'lsin. Farruxbek to'ylar muborak, yor muborak, kelin qizga yangi xonadon muborak bo'lsin. Ilohim qo'sha qaringlar, baxtli bo'linglar. Shirindan shakar, soliha farzandlarni ota-onalari bo'lmoq Allohim sizlarga nasib qilsin deymiz. Mana shu chiroyli fayzli kechani davom qildirish uchun el kattalari bo'lgan Saparvoy kani davra markaziga hurmat ila taklif qilsak, davramizni davom qildirishga ruxsat bersalar. Kelin kuyov yo'llariga bugun sochaylik. Dasturxonning zo'rin bugun ular uchun ochaylik. G'am alamdan do'stlar bugun uzoqlarga qochaylik. To'y boshi davramizni o'ynab kulib ochaylik. Avvalambor Saparvoy elingizda, mahallangizda bo'layotgan to'ylar muborak, yangi kelin muborak bo'lsin. Xudo xolasa elingizda yana bir yangi oila barpo bo'lyapti. Oilasi mustahkam bo'lsin. Ota-onalariga, qavmi qarindoshlarga xizmatlari nasib qilsin. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun Beruniy tomonimizda Navoiy mahallamizda yana bir quvonchli kun. Mana biz Eljamayning bolasini baxt qo'yib o'tir ekan. Kiyga baxt degan. Ular qo'shib boramiz. Dunyo turguncha turinglar. Shu otanangizning xizmatini etib, shunday bir baxtli siymoy bo'linglar. Yerimiz tinchlik bo'lsin, oldimizga maktab bo'lsin. Undan buyoqqa shu hammamizga qutlug' bo'lsin to'ylaringiz, og'ayni-o'g'illarga baxt bo'lsin. Rahmat, tilaklar ijobat bo'lsin. Davrani ochiq deya e'lon qildilar. Ilohim elingizga, mahallangizga, har bir xonadonlarga tashrif beradigan bo'lsak, doim yaxshi kunlarga, to'ylarga kelmoq Allohim nasib qilsin deymiz. Albatta xonadon sohibalar bo'lgan kenjalikamiz Jamila opamizga yana bir bora to'ylar muborak, kelin muborak bo'lsin. Mana shu Beruniy tumanida tashkil topgan Oq qasr tantanalar koshonasiga tashrif bergan barcha aziz mehmon mezbonlarimizga xush kelibsiz, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Va biz bilan birga hamkorlikda ishlab kelayotgan xalqimizning yaxshi kunlarini, to'ylarni, bayramlarni video tasmalarga muhrlab kelayotgan go'zal video studiyalar va bizni to'g'ridan-to'g'ri jonli efir orqali tomosha qilayotgan yurtdoshlarga ham to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Albatta bugun xonadon sohibalar bo'lgan kenjalikamiz Jamila opamizni barcha yaqin qavmi qarindosh, qo'ni qo'shni, quda anda sinfdosh do'stlar tashrif buyurgan. Kelin-kuyovlarni ham do'st-do'st dugonalar tashrif bergan. Barchalariga to'ylar muborak bo'lsin. Farruxbek yana bir bora to'ylar muborak, yor muborak bo'lsin. Bugundan e'tiboran juft xolangiz bo'layotgan, kelin qizning oydin jamoli yashab turgan zar parda, chiroyli muzikalar sadolar ostida olib qo'ysangiz. Ishlayapsiz. Ishonch bilan ekingiz, taqdiringiz bog'layapsiz. Mana shu bog'layotgan taqdirlaringiz bir umrga rost bo'lsin deymiz. Davraga kelin-kuyovlarga guvohlik qilayotgan yigitlarni, qizlarni hurmat ila taklif qilamiz. Marhamat, yigitlar, qizlar, keling davramizga. Qani yigitlar, qizlar, kelamiz, davraga taklif qilamiz. Kelin-kuyovlarga guvohlik qilayotgan yigit va qizlarimizni davraga taklif qilamiz. Bormi yigitlar, qizlar? Elga manzur shirin tutanib saodatli, asl inson mehnat bilan saodatli. Bugun
kelin kuyovga yo'lida katta shodlik ularga tilang, baxt, iqbollik, salomatlik. Yigitlar xush kelibsiz, to'ylar muborak bo'lsin. Farruh, baxtliman, baxtli bo'l. Eng yomon kun shunday bo'lsin. Endi yillar shu peshtalar o'tirib nasib bo'lsin. Kilometr ham bolalardan qilib baxtli bo'l. Farruh, vaqt tilaymiz. Vaqt bo'lmasa uxlaydi. Farzandlarim ko'p bo'lsin. Kelasizda hech qolmaysiz. Rahmat yigitlar, tilaklaringizga javob bo'lsin. Qizlar yo'qmi? Bormi qizlarimiz? Keling, qizlar bor bo'lsanglar, keling. Mayli, qizlar davramizga yetib kelgunlarga qadar kelinlarga baxt tilaymiz va ularga o'tirishga ruxsat beramiz. Barcha aziz mehmonlarimizga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha tilaymiz. Elimizning suyukli farzandi, kelajagi buyuk takrori va sohibi, xalqimizning doim yaxshi kunlarda beminnat xizmatlar qilib kelayotgan Umirbek o'zining ijodiy xodimlari bilan sizning xizmatingizda. Marhamat. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, hurmatli to'yga tashrif buyurgan yaqinlar, qarindoshlar va sizlarga to'ylarga sizlarimiz kelin-ko'ylarimizni baxt tilamiz. Xonadon sohibi va sohibalariga yoshlarimiz xizmat etishini muhim. Nishit to'ylarida, Alloh taologa xizmat qilish, safxonalarida ko'rish hammamizga nasib qilsin deymiz. Barchalarga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat tilamiz. To'yimiz inshaalloh yirik qo'shlarimiz bilan boshlaymiz. Barchalarga mehribon, to'ylarimiz qo'shlarimiz sog' bo'lsin.
Keling, kuyovligimiz yoniga taklif qilamiz sizga. Iltimos. Bir taklif. Jamila opa, keling. Onajoningiz sizni dunyoga keltirdi. Sizni yedirishib, kasal bo'lsangiz kasal bo'lgan. Kasal paytingizga yo'qmi? Qayerga ketdi? Jamila onamiz o'rniga xolalari va bu Ne? Akam onu durup adamlar var. Orada kim var? Onu da ayakta olmasın diyor. Ne? Orada kim var? Bahtır var. Akam neydi? Akam. Ya böyle gittin aldı. endi shu Jamila onamiz uchun bitta nom qildiramiz endi. Hozir kelib qolsa aytib qo'yasizlar. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Hammasi uchun rahmat deb qo'ying. Apa siz yaxshi ko'ring. Davom etamiz. Onajonimiz shu o'ynaymiz. Shu akamiz bir narsa demoqchi-da hozir. Shu hayron qolibmiz. Ayting. Ama aka ben seni yaxshi ko'raman. Ağalar, hepinize rahmet. Hey, hepinize rahmet. Hey. Ağalar rahmet hepinize. Size hizmet ettikler. Size hizmet ettikler. Rahmet sana. Kolay kurtarırsa kaydır. Ben bilen afama. Bak sen adam tıkmaydı mı sen ay? Şiirim var. Bana şimdi var. Nerede hepinize? Hey! Ağalar rahmet. Hepinize. Senin tonlarınızı size hizmet edeyim ben. Kolay. Rahmet. Abdüsün. Ben ne oldu? Davom qilamiz. Onajonlarimiz uchun davom qilamiz. Marhamat. Xush kelibsiz. Hey! Eymanim canım, qonimda qonim. Senin to'yi o'ta bir neobishli bo'ladi ekan. Ya'ni darrov birinchi qo'shiq bir dona medleyni aytiladi, и сразу izi o'yingulgi bo'lib ketadi ekan, qadrdonlar. Aza shu o'rinda yakunlaymiz. Hammangizga kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, podishya qilib, baxt tilab turgan insonlar hammangizga kattakon rahmat. Endi yakunlashimiz sababi satam 10 bo'lib ketdi. Hali tom bo'lmayapti. Men urgancha yetishim kerak. Shuning uchun giyohlardan ruxsat olgan holda endi urgancha qarab yo'l olamiz. Agarda sizlarga kimning xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer yozib turadi. Bemalol telefon urib, gaplashib, kelishib. Bu videomiz yana ko'rib turganlaringizning 24 mart kuni syomka turibdi va sizlar shuni ya 26si ya 25i uzoqlashib qolsa 27-chisa kunlari ko'rib turibsizlar. Yani oylik, paylik degan gap yo'q. 2 kun, 3 kun ichida ijtimoiy tarmoqlarda chiqadi va sizlar o'xshagan yaxshi insonlar bilan birgalikda ko'rasiz o'rtoqlar. Yoshlarga baxt tilaymiz, baxtli bo'lsinlar, o'zlaridan ko'paysinlar. Hammangizga kattakon rahmat. Musofirda ko'rib o'tgan insonlar ham sog' salomat. Sizlar ham ishlattirib, xonadonlaringizda yaxshi kun bo'lsa, kelib bilmaydigan bo'lsa, bizda faqat promo efir bo'lmaydi. Syomka bo'ladi, ishlattirib, montajlatilib, akkurat etib, chiroyli tarzda yoritib beramiz. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.